Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 12dagi ikkinchi reysimiz mana. Ketasizmi Hasan aka? Yolg'on narsa bormi yo'qmi? Qaysi vaqt? Zo'r. 12 ni vaqtimi? Endi birinchi avtobus ketdi 955. Ota qandaysiz? Qaysi vaqtda ketyapsiz? 12da. Yolg'on bormi? Yo'q, yo'q. Kamchilik bormi? Yo'q, yaxshi. Kamchilik bo'lsa sekin-sekin aytib qo'yinglar, video tugagandan keyin. Birdaniga emas bu yerda. Sog'ligingiz yaxshimi? Ketyapsizlar. Yolg'on narsa bormi? Taksi qilsa arziydimi? Shu narsalar kerakda bizgacha. Har kungida yolg'on narsa kerak emas. Nima deb qo'yasiz? Hammasi yaxshi, zo'r. Murod aka, kechaki aniq bormi reisingiz? Aniq bormi? Joiz bormi deb rosa ezgandingiz-da. Mana ketyapsizmi? Osh bo'lsin. Ovqat ham zo'rmikan? Hasanboy aka? Nima deysiz? Ha, nima deysiz? Yolg'on yo'qmi? Yolg'oni yo'q. Yolg'onni men ham bitta yomon ko'raman aka. 5-10 minut almashadi, потому что обедga avtobuslarni birinchi jo'natdim-da. Siz nima deysiz?